Komissar Brent Smith hanım, bugün vaqt chiqarganingiz uchun ko'p rahmat. Meni taklif qilganligingiz uchun ko'p rahmat. Men bek xursand bo'ldim. My great pleasure. Mening so'raydigan birinchi savolim bo'lsa, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi yaqinda e'lon qilgan Xitoyning qulluq amgigi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklash buyruqining ahamiyati nima? As you know, Aleem, we have issued a number of withhold release orders targeting business entities and practices in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Bilginingizdak biz Uyg'ur rayonidagi savdo o'rinlari va mahsulotlarni nishon qilgan bir qator tutib qilish buyruqlarini chiqardik. Biz u yerdagi shart-sharoitlarga asosan Xinjiang o'lkasidan eksport qilingan mahsulotlarning ishlab chiqarilish jarayonida majburiy emgak ishlatilganligini jazm qila olamiz. Tutib qilish buyruqini e'lon qilish Amerikadagi import savdogarlari bilan Amerika chegara eg'izidagi Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining xodimlariga yetkazilgan aniq uchurdir. Majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlari va pomidor mahsulotlarini iste'mol bozoriga kirgizishning xavfi yuqori. Bu buyruq bevosita cheklash emas, ammo savdo sohasidagilarga ularning ashu rayondan kelgan mollarga qarata mas'uliyatini ado qilishni umid qilamiz. Biz yuqorida deyilgan doiradagi Amerikaga kelgan mollarni tutib qolamiz va tekshiramiz. Expect them to do their due diligence around shipments coming from that region, and that we will detain and ask questions if a shipment that falls under those parameters arrives in the U.S. And of course, this ban is reported as almost like a blanket ban on cotton and the tomato products. Uyg'ur rayonida ishlab chiqarilgan va Amerikaga eksport qilingan taxminan 9 milliard dollarlik paxta va pomidor mahsulotlarga cheklama qo'yildi. Shunga bu nihoyatda cho'ng bir qaror. Undaqda Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi qanday qilib Amerikaning chegara eg'izlarida cheklashni yo'lga qo'ymoqchi? Chunki bu Uyg'ur rayonidan Amerikaga kelgan g'oyat zo'r importdir. The ban in the US ports of entry because it's just the enormous amount of imports coming into the US from this region. So, Aleem, what I would prefer to refer to it as is not a ban because we are not there yet. Men onu cheklash deyilmayman, chunki biz dahi ijro qilmadik. Bizning vazifamiz dalil isbot to'plash va Amerikaga kelgan har bir mol yutkash mashg'uloti haqida qaror chiqarish. Bu bizning ish bajarish tartibimiz. Bizning Uyg'ur rayonidagi ishlab chiqaruvchilar va mol tarqatuvchilar to'g'risida nihoyat ishonchli paketlarimiz bor. Biz Xitoydagi ashu ishlab chiqaruvchilar bilan Amerikadagi import qiluvchilar o'rtasida aloqa o'rnatdik. Biz bu konkret bog'lanishni davomli tekshiramiz. And U.S. imports, and we will continue to research those specific connections. Aytganingizdek, Xitoydan kelgan paxta mahsulotlarining soni intayin ko'p. Siz naql keltirgan 9 milliard dollar bizning mo'ljarimiz. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining ashundaq zo'r ko'lamdagi import mollar ichidan cheklash buyrug'i chiqarilgan mollarni ayirib chiqish xizmati haqiqatan tas. How to find within that population, that scope of imports, which ones can we specifically tie back to Xinjiang? Uyg'ur rayoni Xitoydagi eng cho'ng paxta ishlab chiqarilgan rayon. Xitoyda o'stirilgan paxtaning 85% amaliyotda Uyg'ur rayonida o'stirilgan. Ammo Xitoy yana Amerika va Hindistonni o'z ichiga olgan boshqa davlatlardan paxta kiyim va boshqa paxta mahsulotlariga ishlatiladigan paxtani import qiladi. Shunga Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining bevosita Uyg'ur rayoniga chetishlik bo'lgan mahsulotlarni ayirib chiqishi zo'r kuch talab qiladi. And so CBP's challenge is finding how to separate those products from those that can be linked back directly to Xinjiang. Right. So, as you said, it's a big challenge. And of course, the cotton produced in the Xinjiang Uyghur To'g'ri, siz aytgandek, bu bir cho'ng raqobat. Paxta Uyg'ur rayonidan Sharqiy Janubiy Osiyo va Janubiy Osiyodagi Bangladesh, Vietnam, Kamboja qatorliq bir qancha davlatga avatildi. Andın u yerlarda pishiqlanib, ishlanib, Amerikadagi asosli markalar uchun ishlatildi. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein va Nike qatorliq markalarning mahsulotlari bevosita Xitoydan emas, balki ashu 3 davlatlardan avatildi. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi Amerikaning kirish eg'izlarida bu xil shaklda almashtirilgan mollarni tekshirib, qandoq tutib qoladi. Put withhold order on them at the US ports of entry.
So CBP is very familiar with supply chains that touch on multiple countries. And as you've described, Amerika Tamoyna va chegara qo'g'dash idorasi bir qancha davlatlarga tutishadigan ta'minlash zanjirlarini yaxshi biladi. Siz tasvirlagandek biz taftish iqtidorimizni yuqori texnikalar orqali oshiramiz. Bizning 400 ga yaqin nazorat qiladigan mufattishimiz bor. Ular Amerika import jamiyati bilan yaqindan hamkorlashib, ta'minlash zanjirining zodi qanday bo'lganligi haqida material va isbotlarni to'liqlaydi. Which document how those supply chains actually work. And in addition to CBP's latest measure to Uyg'urlarning majburiy emgak masalasini hal qilishda Amerika hukumatı, Kanada, Angliya qatorliq Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlikda harakat qilyapti. Majburiy emgak bo'lgan tonish dunyoda kun sari kuchayotdi. Bu faqat matbuotlarning emas, balki yana Angliya va Avstriya qatorliq davlatlarning zamonaviy qulluq masalasini ko'tarib chiqishi va nurg'unlagan ommaviy tashkilotlar va hukumatlarning tirishchanligining natijasi. Coordinating its efforts with its US allies like Canada, UK, and other countries in addressing the forced labor issue of the Uyghur people. Legislation as the US really raised the profile of its statutory authority around forced labor. Amerika majburiy emgakka doir qonunlar orqali o'zining kuchli pozitsiyasini ifodaladi. Nihoyatda aniqki, bizning boshqa davlatlar bilan hamkorlashadigan taraflarimiz bor. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi siz tilga olgan davlatlar va boshqa davlatlardagi tamojna xodimlari bilan nihoyatda yaxshi munosabatda. Biz Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining qonunida belgilangan huquqiy va bizning tamojna xodimlarimizning iqtidoridan foydalanib, majburiy emgakdan iborat bu masalani hal qilishga tirishdik. Biz yana ommaviy tashkilotlar, aql ombiri va boshqalar bilan xeyli qo'yiq hamkorlashdik. Shundaqla savdo sohasidagilar bilan birlikda harakat qilish haqida planlarimiz bor. Ularga majburiy emgak yoki majburiy emgak ishlatishning qabul qilg'ili bo'lmaydigan masala ekanligini uqtirdik. Both share information as well as share techniques to really send the message that forced labor, the use of forced labor is unacceptable. Early last year, the Australian Strategic Policy Institute came up with a huge report. O'tgan yilning 5-da Avstraliya strategik siyosat tadqiqot instituti g'oyat zo'r doklad e'lon qildi. Ular Alma, Nike, Calvin Klein va boshqa markalarni o'z ichiga olgan Uyg'ur majburiy emgak chetishlik 80 dan ortiq xalqaro markalarni oshkorladi. Biz Nike bilan aloqalashdik. Ular yana burunqidek tijoratni davomlashtiryapti. Uyg'ur rayonida mal kirgizayotgan boshqa shirkatlarmi davomlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Biz Nike va Alma shirkatining Amerika davlat majlisida majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasiga qarshi turish faoliyati qilganligini bilamiz. Bundaqda Nike va boshqa shirkatlarga o'xshash Xitoydagi hamkorlashuvchilarimiz bizga majburiy emgak yo'q dedi. Shunga biz paxta yoki boshqa mahsulotlarda yanla Xitoyni manba qilishni davomlashtiramiz. Deguchilarga qandoq so'zingiz bor? So we're going to continue to source our cotton or whatever products from China. Our message is know your supply chain. Very simple. And our expectation is that the U.S. importing community will do their due diligence, not just in the first tier of their supply chain. Bizning ularga deydiganimiz shuki, sizning ta'minlash zanjiringiz undaq oddiy emas. Biz Amerikadagi import savdogarlarining faqatli ta'minlash zanjirining birinchi bosqichida emas, balki eng oxirgi ishlab chiqarish bosqichigacha mas'uliyatchilik bilan muomala qilishni umid qilamiz. Albatta, xomashyo ishlab chiqarishigacha tekshirish qiyinga to'xtaydi. Chunki bu yerda necha 10 minglagan ta'minlaguvchisi bo'lgan cho'ng shirkatlar bor. Ammo Amerika hukumatining umidi shuki, Amerikada savdo qiladigan shirkatlar o'zlarining ta'minlash zanjirini bilish kerak va munosabatli qonunlarga bo'ysunishi kerak. Tamojna va chegaradan so'rilgan barliq qiyin savollarga javob berishi, ya'ni ularning mollarining Amerika qonuniga uyg'un bir shaklda, ya'ni majburiy emak ishlatilmaganligi haqidagi hujjatlari tayyor bo'lishi kerak. US Customs and Border Protection, when we ask questions, exactly how their goods are produced in a way that is compliant with the US law, including that covering the use of forced labor. Mening yana bir savolim, Amerika ana vatan bexatarligini qo'g'dash ministrligining sobiq ministri Ken Cuccinelli Uyg'urlarning majburiy emgigi orqali ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlari va pandur mahsulotlarga qarta tutib qilish buyrug'ini e'lon qilganda Xitoy hukumatidan lagerlarni taqashni alohida talab qildi. Amerika ana vatan bexatarligini qo'g'dash ministrligi va Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasining bu tutib qilish buyrug'i va boshqa tadbirlari Amerika hukumatining Xitoyga besim ishlatib, Uyg'urlarni so'lgan jazo lagerlarini taqash uchun ko'rsatgan tirishchanligining bir qismi deyishga bo'lamdi.
I think the U.S. government writ large has been fairly clear about its reaction to the Chinese government activity in Xinjiang province. Meningcha Amerika hökumətining Xitayning Uyğur rayonida yürgüzüb atqan siyasətə tutqan pozitsiyası bir qatar aniq. Mən əməliyyatda siyasət mutaxassisi emas, amma Amerika hökumətining 7-ci ayda 4 tarmaq tərəfindən elan qılğan siyasi bayanatı və savdo strategiyası nəhayət az görüldigan olub, faqat Xitay hökumətiga emas, balki Xitay karxanalarına, bulubmu Amerika karxanalarına məcburi əmgəkning və Xitayning Uyğurlarga yürgüzüb atqan siyasətining qəbul qılğılı bolmaydiganlığı haqqında aniq meydanını bildirdi. About our position on the use of forced labor and the treatment of the Uyghur and other minorities in the Xinjiang Autonomous Region was unacceptable. Yeah, yesterday Bloomberg quoted the CEO and president of the American apparel and Sizlar tutub qilish buyrug'ini chiqargandan keyin Bloomberg gazeti Amerika kiyim-kechak va oyoq kiyimlar jamiyatining bosh ijroiya amaldori va raisining so'zini naql keltirib bundaq dedi. Asosiy jihatdan bu masalaga Amerikalar emas, balki butun dunyo birlikda hal qilish kerak. Menimcha Amerika majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan pomidor, paxta va boshqa mahsulotlarni cheklash buyrug'ini chiqargani bilan Xitoy bu mahsulotlarni Yevropa, Afrika, Janubiy Amerika va dunyodagi boshqa davlatlarga yana davomli eksport qilaveradi. Shunga Amerikaning bu mahsulotlarning import qilishining oldini olish uchun ko'rsatgan tirishchanligi balkim yetarli bo'lishini atayin. Shunga cho'qim dunyodagi barliq davlatlar, Yevropa va boshqa davlatlar bilan hamkorlashish kerak. Siz buning qanday qaraysiz? US working with Europe and other countries. So what's your view on this? We have learned over the last several years that addressing forced labor conditions is a very complex challenge. It requires investment, it requires information, it requires education. Yaqinqi bir qancha yildan buyon majburiy emgak masalasini hal qilishning oson emasligini bildik. U mablag', uchur, bilim va ochiq-oshkorlikni talab qiladi. Meningcha Amerika hukumatı har sohadagilarni birlashtirish uchun haqiqatan yaxshi xizmat qildi. Men boya tilga olgan Tashqi ishlar ministerligi, Emgak ministerligi, Amerika xazina ishlari ministerligi shundaqla davlat bexatarlik ishlari idorasi qatorliq organlar iste'molchilar va tijoratchilar bilan majburiy emgakning xavfi haqida aloqa o'rnatish uchun amal choralarni tepib chiqdi. Menimcha bu eng zarur. Shunga biz boshqa hamkorlashuvchilarning iqtidori, ta'minlagan uchuri, setilish kuchi va mablag'ini qo'shsak, dunyoviy birlik bo'lish sifatimiz bilan texmi tez ilgari olamiz. Hamda bu masalani eng muvaffaqiyatli usulda hal qila olamiz. As we add other partners and their capabilities, information, education, purchasing power, investment, we will be able, as a global community, be able to further address most successfully this issue. Mening so'raydigan savollarim shu. Agar sizning boshqa qo'shimcha qilib qo'yilgan fikrlaringiz bo'lsa, qarshi olaman. Rahmat. Well, thank you very much. I think, Alim, you're calling attention to this. Meningcha siz bu masalaga diqqat qilyapsiz va anglovchilaringizni bizning uchurlarimiz bilan ta'minlayapsiz. E'lon qilingan tutib qilish buyrug'i nihoyat unumli. Mening shuni eskartib qo'yg'im bor. Agar anglovchilaringizda majburiy emgakning manbasiga munosabatlik qo'shimcha uchurlar bo'lsa, bizni bu uchurlar bilan ta'minlashni qarshi olamiz. Bu xizmatning nihoyat kuch talab qilganligini yuqorida aytib o'tdim. Biz deyishayotgan bu masala Amerikaning kirish eg'izidan Uyg'ur rayonidagi ishlab chiqaruvchilarga chetiladi. Biz konkret savdo uchurlari va mushu savdo munosabatlik barliq inchik uchurlarga muhtoj. Shunglashqa mayli majburiy emgakka doir guvohlik bo'lsin, mayli majburiy emgakka chetishlik shirkat hujjatlari bo'lsin, mushu turdagi uchurlar bilan bizni ta'minlashni umid qilamiz. Anglovchilaringizning uchur bilan ta'minlash orqali Amerika tamojna va chegara qo'llash idorasini qo'llashi nihoyat muhim. Komissar Brenda Smith, ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Sizga rahmat, Alim.